بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Muhtaram aziz jamoat, biz aqidat tahoviyaga ham asr bo'lgan salafiylar va ash'ari hamda moturidiylarning o'rtasidagi farqlarni aytib kelishda davom etayotgan edik. Shundan qazo va qadar haqidagi darsdan val ajalul maqsudu huna val mudda degan joyga yetib kelgan edik. Val ajalul maqsudu huna val muddatul lati ya'ishuha kullu inson. Bu yerdagi maqsad qilingan ajal, ya'ni insonni ajali yetib kelishligi, har bir inson unda yashaydigan muddatdir u. Ya'ni inson yashaydigan muddati tugashligi u ajal deyiladi. Fala yuzadu fiha va la yunqasu. Mana shu ajal muddatidan bironta narsa, ya'ni biron vaqt ziyoda ham bo'lmaydi va noqis ham bo'lmaydi. Insonning ajali yetib keldimi, tamom o'sha vaqtida jon beradi. Kama qala ta'ala astagfirullah va ma yu'ammaru min mu'ammari va la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna zalika alallohi yasir. Va biron bir umr o'tkazayotgan kishi umrini o'tkazmaydi va umridan noqis ham bo'lmaydi magar u kitobda yozilgandir. Ya'ni kim umr ko'radigan bo'lsa, shu ko'rgan umrdan ziyod ham bo'lib ketmaydi va noqis ham bo'lib qolmaydi. Bu narsa Lavhul Mahfuzda yozilgandir deydi Alloh taolo. Inna zalika alallohi yasir. Bu narsa Allohga yengildir. Kelajakni bilishlik Allohga juda ham yengil. Xuddi o'tgan zamonini, ya'ni insonlarni o'tgan zamonini qanday bilgan bo'lsa, kelajagini ham xuddi shunday biladi. Allohga juda ham yengil bu narsa. Inna zalika alallohi yasir. Inson zoti buni bilmaydi. Alloh albatta bu narsa Allohga yengildir deyapti. Aw huwa nihayatul mudda fala yataqaddamu alayha va la yata'akhkhar. Yoki biron bir odam umr ko'rmaydi yoki umrdan noqis bo'lmaydi magar u kitobda, ya'ni Lavhul Mahfuzda yozilgandir deganligi muddatning nihoyasiga yetib kelishidir. Muddati tugadimi? Bo'ldi, u endi dunyodan ko'z yumadi. U muddatdan oldinga ham o'tib ketmaydi odam yoki orqada ham qolib ketmaydi. Xohlagancha yasha olmaydi odam. Inson bu dunyoga o'zini qo'ldan tashqari bo'lgan narsa bilan tug'ildi. Ya'ni o'zi xohlaydimi, xohlamaydimi, o'zi berilgan vatanda tug'ildi, o'zi berilgan zamonda tug'ildi. Va shu zamonda inson qanday hayot kechirishligini Alloh taolo unga belgilab qo'ydi. Va qayerda va qachon o'lishligini ham Allohning o'zi belgilab qo'ydi. Kama fi qawli ta'ala astagfirullah va likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan va la yastaqdimun. Har bir ummat uchun uning o'lim muddati bor, ajali bor. Agar ularning ajallari yetib kelsa, bir soat ham ular kechikmaydi ham shu ajaldan va bir soat ham oldin ham o'tib ketmaydi. Biron bir daqiqa ham inson kechikmaydi. Insonga bu nafaslar hisob kitobli qilib berilgan. Faloncha nafas oladi deyilsa, o'sha nafasdan bir nafas ziyod ham olmaydi, kam ham olmaydi. Bu narsalar Alloh taologa juda ham yengildir. Alloh qiynalmaydi bu narsalarni bilishlikda. Bir odam misol 10 ming marta nafas oladi deb yozilgan bo'lsa, 10 ming bir martaga o'tib ketmaydi. Yoki 9999 taga ham o'tib ketmaydi. Shu 10 mingtami 10 mingtani oladi. Allohga bu narsalar juda ham yengildir. Bu bizga faqat qiyinchiliklar. Biz bila olmaymiz buni. Qancha nafas olishligimizni. Shuning uchun odam doim o'limga tayyor bo'lib yurishligi kerak. Nawaddu tanbiha huna ila anna bahisan mu'asiran idda'a anna al-ash'ariyata yaquluna inna al-ajala huwa sababul maut. Tanbih berishlikni biz yaxshi ko'ramiz dedilar musannif hafizahulloh. Bu yerda bahs qiluvchi odam salafiylarni da'vo qilayotganligini bahs qiladiki, albatta ash'ariylar dedi, salafiylar ajal u o'limning sababi dedi. Ash'ariylar aytadiki, ajal o'limning sababi dedi deb salafiylar da'vo qilib chiqdi. Ya'ni ajal o'limga sabab dedi. Fayda zabahta hayvonan فإن سبب الموت عند الأشاعرة كما يدعي هو
innama huval ajal va laysa shay'an akhar. Siz bir hayvonni so'ysangiz, so'yilgan hayvon o'limning sababidir, ajal deydi. Ashariylarning huzurida. Xuddi u salafiylar da'vo qilayotgani kabi. Innama huval ajalu va laysa shay'an akhar. U ajaldir deydi. So'yishlik ajal deydi. Boshqa narsa emas deydi. Va hada laysa bi sahihin inda sadatil ashaira. Bu narsa esa ashariylarning ulug'lari huzurida sahih emas, sog'lom gap emas bu. Bu salafiylarning qilayotgan da'volari. Fahum la ya'tabiruna al-ajala sababan. Ashariylar ajalni sabab deb e'tibor qilmaydilar. Ya'ni salafiylar ko'p narsalarda Ashari va Maturidiylarga tuhmatlarni qilib yubordi. Yo bilib qildi bu tuhmatni yoki bilmasdan qildi. Bal huwa ma huwa indahum illa zarfun wa waqtun lil mauti la ghayru. Balki Asharilarning huzurida u o'limga sabab u zarfdir, ya'ni o'limni o'rab olgan narsa va o'lim uchun vaqtdir dedi. Vaqt yetib keldimi o'ladi u dedi. La g'ayru, undan boshqa narsa emas dedi Ash'ariylar. Salafiylar aytdiki, Ash'ariylar o'limga sabab ajal deb aytadi dedi. Ajal emas dedi Ash'ariylar, balki o'limning vaqti yetib kelishiga dedi. O'limga sabab. وقد تكفل الشيخ سعيد فودة البرادي عليه فقال: وقد رأيت أحد المعاصرين في كتاب له ألفه للرد على الأشاعرة يقول: إن الأشاعرة جعلوا أجل سببا للموت. Şeyh Said Fuda bu kishilarga, ya'ni salafiylarga raddiyat bildirib aytadiki, Şeyh Said Fuda bu kishi Ash'ari toifasidagi olimlardan. Faqat aytdilarki: "Vaqad ra'aytu ahadal mu'asirin." Men ham asr bo'lib yashovchi salafiylarning birini ko'rdim. O'zining kitobida Ash'arilarga raddiyat bildirib yozgan ekan dedi. Ash'arilarga salafiy raddiyat bildirib yozgan ekan. Aytadiki, Ash'arilar ajalni o'limga sabab qildi deb aytdi dedi. Shayx Said Fuda bu kishi Ash'arilardan. Summa yaqubu qoilan va hada idda'a'un bila dalil. Keyin gapning orqasidan aytadiki, Shayx Said Fuda aytadiki, bu da'vo dalilsizdir dedi. Dalil keltirsin, Ash'arilar shunday dedi deb falon kitobda faloncha odam shunday dedi deb aytsin, marhamat biz olamiz deyapti. Aytmasa bu dalilsiz da'vo, quruq gap bo'lib qolaveradi. Val aslu, aslda esa Ash'arilarning huzurida at-tasabbutu inda nisbatil aqwal, xususan fi masail al-i'tiqod. Gaplarni nisbat berishlik paytida sobit qilishlikdir. Ya'ni salafiylarga bir raddiya bildirsa, salafiylar falonday deydi desa, o'zining kitobidan aytadi. Tasabbut, ya'ni sobit qilib aytadi. Ash'ariylar bunday deydi desa, o'zlarining kitoblaridan aytadi. Hech qachon turib salafiylar unday deydi, bunday deydi deb dalilsiz gapirmaydi. Xususan aqida masalalarida. Lanal ash'ariyata lam yaqulu bi anna al-ajala huwa sababul maut. Chunki Ash'ariylar ajalni o'limni sababi demaydi. O'limni sababi u vaqt, o'limni vaqti kelishligi, o'limni o'rab olgan, qavrab olgan narsalar deydi. Adiyatan ukhra bal qalu innal ajala huwa vaqtul maut va zarfuhu. Balki Ash'ariylar aytadiki, dedilar Shayx Said Fuda, u ajal u o'limni vaqtidir va uning qamrab olgan narsasidir. Aw tarafuhu, yoki o'limning bir tarafidir. Walakin lil mauti asbabun adiyatun ukhra. Lekin o'lim uchun boshqa bir qancha sabablar bor. Bitta sabab emas, boshqa sabablar bor. Ajal aynan o'limni sababi emas, balki o'limni vaqti kelishligi, o'limni qamrab olib turgan narsalar dedilar. Kal qatli va dahsi val maradi va g'ayriha. O'ldirishlik kabi bosib ketishligi sababli, misol mashina bir kishini bosib ketib o'ldirdi desa, u ham va kasallik sababli va undan boshqa narsa sabablar, bir qancha sabablar bor o'limga. O'lim faloncha odam pichoqlab o'ldiribdi deydi. Bu ham o'ldirishlikka sabab. Faloncha odam falonchani urib o'ldirib qo'yibdi deydi. Bu ham sabab. Faloncha odam kasal bo'lib o'libdi deydi. Bu ham sabab. O'limning sabablari juda ko'p.
Ammo ajal o'limni vaqti yetib kelishligi. فَمَا قَوْلِهِمْ بِالْأَسْبَابِ الْعَادِيَةِ odatiy sabablar deb ularni aytishlik bilan birga illa hada la yastazimu intifa'a kavnillahi ta'ala qad qaddara lahum ajalan. Lekin Alloh taolo ularga ajallarni taqdirlab qo'ydi deyishligini nafiy qilishni lozim tutmaydi. Ya'ni Alloh taolo ularga ajalni belgilab qo'ygan deydi. O'lim uchun sabablar bor. Bo'ldi, ajalni chiqarib tashlaymiz demaydi. Ajal ham bor. Ajal o'limning vaqti yetib kelishligi. لأن تقديره جل وعز وعلمه متعلق بالفترة التي يعيشون فيها. Chunki Allohning azza va jallaning o'lchab qo'yishligi va Allohning ilmi o'zlari odamlar yashaydigan fitratga, zamonga bog'liq bo'ladi. Har bir odam o'zining zamonida yashab, o'zining zamonida o'ladi. Va bisababil adi allazi yaqubuhu al-maut fa kullu min hadaynil amrayni muqaddarun. Va odatiy sabablarni ham Alloh taolo belgilab qo'ydi. O'lim undan keyin keladigan odatiy sabablar. Odatiy sabablar bilan inson dunyodan voz kechadi. Fa kullu min hadaynil amrayni muqaddarun va ma'lumun va muradun lillahi ta'ala. Bularning bu ikkalasidan har biri, ya'ni Allohning taqdiri va ilmi bilan odatiy narsalarni Alloh taolo belgilab qo'yishligi bu muqaddar va ma'lum bo'lgan ishdir va Allohning maqsadidir. Alloh o'z maqsadini shunday qilib insonlarga bayon qiladi. Ya'ni odamlar bu dunyoda yashab turganligini ko'rsatadi. Summa yuakkidu Shayx Said Fuda ma yaquluhu bi nuqul al-anbad as-sadat al-ash'ira min kutubihim. Keyin Shayx Said Fuda, ya'ni ash'ari olimlardan bo'lgan Shayx Said Fuda o'zi aytayotgan narsasini ash'ariylarning, ulug' kishilarning ba'zilaridan naql qilib ularning kitoblaridan keltiradi. Mana bunday qilib keltirsa durust. Ash'ariylarning ulug'lari falon kitobida falon deydi desa, mana bu dalil bo'ladi. Darhol ochib o'sha kitobni ko'ramiz, agar o'sha joyda bo'lsa bo'ldi, shu dalil ekan deymiz. Salafiylarga o'xshab ash'ariylar unday dedi, moturidiylar bunday dedi degan gap emas. Kitoblaridan, o'zlari aytgan gaplardan dalil sifatida keltirish kerak. ومنها ما ذكره عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. Mana shu dalillardan dedilar Shayx Said Fuda. Islomning shayxi Zakariya al-Ansoriy degan kishi zikr qilgan narsadanki, hays yanqulu ani Shayx Zakariya al-Ansoriy fi kitabihi al-Mufid g'oyatul usul. Shayx Zakariya al-Ansoriy o'zining al-Mufid g'oyatul usul degan kitobida keltirishicha, naql qilinishiga qaraganda dedilar, ولا يموت أحد إلا بأجله. Har bir odam o'zining ajali bilan vafot etadi. Ajali bilan vafot etadi. Va huwa al-vaqtu allazi kataballohu fil azali intiha hayatihi fihi biqatin aw ghayrihi. U ajali Alloh unga azalda yozib qo'ygan vaqtdir u. Demak, ajal dedimi, muddat tugadi degani. Ajal muddatning nihoyasiga yetdi degani. U hayotining nihoyasini Alloh azalda yozgan edi. O'ldirishi bilan birov yoki boshqa narsa bilan deb yozib qo'ygan edi. Alloh azalda bilardi. Shuncha yillar o'tganidan keyin faloncha odamni falon joyda tug'ilishini ham bilardi. Hali Lavhul Mahfuzga yozishdan oldin bilardi buni. Lavhul Mahfuzga yozdida qat'iy hukm qildi buni. Azalda bilardi Alloh. Falonchani o'ldirib qo'yadi degan edi yoki boshqa sabab bilan o'ladi degan edi. Xullasi odam sabab bilan o'ladi. Vazalika bi'analloha hakama bi ajalil ibadi bila taraddudin. Bunday bo'lishiga sabab Alloh bandalarning ajallarini taraddudsiz, ikkilanmasdan hukm qilib qo'ygan edi. Har bir odam qachon qanday o'lishiga haqida Alloh hech qanday ikkilanmasdan hukm qilgan edi. Agar ularning ajal muddatlari yetib kelsa, bir soat ham kechikmaydi va bir soat ham oldin o'tib ketmaydi degan edi Alloh. Shunchalik daqiq, nozik suratlarda Alloh taolo har bir odamni ajalini bilar edi, azaldan bilar edi. Biz o'ylamaylik, Lavhul Mahfuzga yozishdan boshlab bildi deb. Azaldan Alloh bilar edi.
ثم يعقب بقوله هذا هو مذهب الأشاعرة كما يوضحه الشيخ زكريا. Keyin Shayx Said Fud aytadiki, mana bu Ash'ariylarning mazhabidir. Mana mazhabi bor, kitoblari bor. Buni Shayx Zakariya al-Ansoriy yoritib bergani kabi. La kama yad'ihi Amin Naif. Amin Naif degan salafiy kishi da'vo qilganday emas. Ya'ni Amin Naif degan kishi Ash'ariylar ajalni o'limga sabab deb aytgan edi deydi. Odamlar tushunmaydigan narsalarni aqida qilib ko'taradi ular. Ash'ariylar bunday dedi deydi. Odamlar tushuna olmaydi. Lekin ahli ilmlar bu narsani yaxshi tushunadi. Ahli ilmlar Ash'ariylarni aytdiki, o'limga sabab bo'lgan narsa o'ldirishlik, kasal bo'lib o'lishlik, boshqa narsalar dedi. O'limga sabab bo'ladi shular. Ammo o'limni vaqti yetib kelsa, u ajali yetib keldi deyiladi deydi. Amin Noif degan salafiy kishi chiqib aytdi-da, unday emas. Ash'ariylar o'limga sababni ajal deb aytdi dedi. O'ldirishlik yoki boshqa narsa demadi. Kitoblardan keltirsin, agar gap rost bo'lsa. Allazi yad'i annahu mu'tazili. Amin Noif salafiy kishi Ash'ariylarni mu'tazililar ular deb da'vo qilib chiqqan edi. Mu'tazildan farqi yo'q der edi. Va yazumul ashairata bi kulli mazammatin yatakhayyaluha. Xayolga keladigan har bir narsa bilan Ash'ariylarning mazammatlari edi dedi. Haqiqatda shunday. Ash'ariy va Maturidiylarni xayolga kelgan narsa bilan yomonlaydi. Ammo bular ikkalasi salafiylarning yomonlashdan pok. Bal innahu yahmiluhum mas'uliyatu kulli musibatin asabat lil muslimin kama huwa wadihun min muqtada kalamihi. Balki ularni musulmonlarga yetgan har bir musibatning mas'uliyati undaydi. U o'zining kalomini taqozosidan ochiq aytgani kabi. Ya'ni musulmonlarga bu dunyoda hozirgi zamonda xullas fitna zamoni bo'lganda salafiylar ahli sunnadan uzoq bo'lib turib biz ahli sunnamiz deb da'vo qilib chiqdi. Va Ash'ariylarni da'vosini rad etdi. Ash'ariylar ya'ni ajalni o'limning vaqti degan edi. Bular esa ajal o'limga sabab deb chiqdi. Ash-Shaykh Zakariya yusarrihu anna al-ajal laysa huwa as-sababu alladhi fihi yamutu al-mayit. Shaykh Zakariya Ansoriy aytdiki, ochiq aytdiki, bu ajal degani o'laydigan odam unda o'ladigan u sabab emas dedi. O'ladigan sababi u misol mashina urib ketadi yoki boshqa bir-birini o'ldirib qo'yadi yoki kasal bo'lib o'ladi, shu sabab. Bal ma huwa illa zarful ladhi yamutu indahu al-inson. Balki inson uning huzurida vafot etilgan zarfdir, o'rab olib turgan holatdir. Ya'ni vaqtdir. Sabab degani vaqtni bildiramiz biz. Va farqun kabirun bayna sababi va zuruf. Sabab bilan zarfni ya'ni vaqtni o'rtasida katta farq bordir. Va qolu Shayx Zakariya, Shayx Zakariyaning gapi biqatlin aw g'ayrihi, birov o'ldirib qo'yishligi sabab bo'ladi yoki boshqasi sabab bo'ladi deyishlaydagi biqatlidagi bo huna sababiyatun ay bisababil qatli aw bisababi g'ayrihi. U o'ldirishlik sabab bilan bo'ladi yoki boshqa narsa sabab bilan bo'ladi dedi. Bu sababiyat bu. Ay inna sababa indal ash'ariyati laysa huwa al-ajalu bal huwa ghayruhu. Balki ya'ni Ash'ariylarning huzurida u ajal deyishlik o'limning sababi emas, balki undan boshqasidir sabab. Va mal ajalu illa az-zarfu alladhi yamutu fihi aw indahu. Ajal degani u o'laydigan kishi o'laydigan holatdir. Ya'ni vaqt o'rab olgan narsasidir yoki indahu yoki o'laydigan kishining huzurida yoki o'laydigan kishining o'zi. Wala azunnu al-muallifa yuridu an yafhama hadha al-farq. Muallif ya'ni ta'lif qilgan kishi bu farqni fahmlamoqlikni xohlamoqlikni gumon qilmayman deyapti. Sabab bilan vaqtni ikkalasida o'rtasida katta farq bor. Amin Noif degan salafiy kishi buni farqlashni xohlamayapti. Va hatta inna fahmahu fala azunnuhu yuridu an yaqtani'a anna hadha huwa ma yuriduhu al-ash'ariyatu. Hattoki uning fahmi
meni gumonimcha, gumon qilmaymanki, an yaqtaniya qanoat hosil qilmoqligidir. O'zi Amin Noif degan kishi Ash'ariylar xohlayotgan narsa ana shu deb. Ajal u sabab deb o'zini o'zi ishontiryapti Amin Noif, salafiy kishi. Ash'ariylar shunday deydi deb o'zini ishontiryapti. Walasal asharatu wahdahum faqad sharakahum fi zalika soir ahli sunnati. Bunda Ash'ariylarning yolg'iz o'zigina ajal o'limni sababi demaydi. Unga boshqa ahli sunnalar ham sherik bo'lgan. Aqsidu as-sadat al-Maturidiyya, Maturidiylarning ulug' kishilari ham shunga rozi bo'lishgan. Ya'ni ajal o'limni vaqti deyishgan. Kama sofa nuzhiruhu, biz buni tezda yoritamiz hali. Va amma Amin Noif fala yuridu an yuqirra bi ayyi amrin yaqulu bihi al-asharatu annahu sahihun. Ammo Amin Noif degan salafiy odam u iqror bo'lishini xohlamaydiki, biron bir ishga Ash'ariylar aytgan gapdan biron bir ishga bu sahih deb iqror bo'lishlikni xohlamaydi. Ash'ariylar ajalni o'limning vaqti deb aytsa, Amin Noif degan kishi o'limni vaqti deyishini xohlamaydi. Ash'ariylar o'limni vaqti deb aytyapti deb aytmaydi. Demak biz mana shu yerda bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Inshaalloh keyingi darsimizni Naudu ila rijalis salafiyatil muasara degan joydan boshlaymiz. Va sallallohu ala xayr xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.